Alo. Alo, assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Eshitaman. Siz qattiq fikrat, qattiq fikrsiz. Siz kim chaqirgan anaqa Yandexni? Digitaldan yonida turibman. Oqsi bilan ko'pingda. Ya, kim chaqirgan nimani? Yandexni. Man Приложениyaga kiringda, keyin sizni qo'ygan lokatsiyangiz, keyin mashina qayerda turganini hammasi ko'rsatadi o'shda. Alo, Eshityapsizmi gapimni? alo. Siz o'z gazoildan o'tdingizmi? Alo. Menga qarang, shunda приложениyaga kiringda. Yo'q, o'z gazoildan o'tdingizmi? Probkada bo'pti. O'shanga tez o'tib Hech qanaqa probka yo'q edi men kelayotganimda. Mana shunaqada, men qo'ygan lokatsiyasi mana bu yerda turibdi-da. Qattasiz deb so'raydi. Keyin mana bunaqa qilib atmay qo'yadi. Nima qilish kerak endi?